Mana agarda Tracker 2 yoki 10X krami 50 ming yurgan bo'lsa, xavotir olmang, Zuchat remeningiz go'zal holatda bo'ladi aka. Siz mana hozir mana kramindan sal oshiqroq yurganini ochding. Remen emas, kasala buni. Prosta men remenini holatini ko'rsatib o'tib ketyapman sizlarga aka. Xudo xolisa krami 50 mingda muammo bo'lmaydi. Mana motor. Qaranglar, motor ustki-yu, lekin kichkinaligi ancha kichkina, hamma yo'qda mana shu narsa bajaradi. Tezligi va boshqasi. Mashinada nima problema bo'lyapti? Mana akalar, mashinada bo'layotgan muammo mana avtomobilga nisbatan antifriz aralashishi bor. Shu kasal bilan olib qolganmiz. Bo'ldi, boshlaringlar, taqaratinglar. Qani keyin buni ichim ichlarini ham tozalatgan shekilli. Ikki bo'ladi. Antifriz. Endi nima qilamiz buni? Turbina tarafdan galovkasi yorilib qolyapti. Turbina, birinchi galovka tekshiriladi, davleniya bosimda yorug'i bormi yo'qmi bilinadi. Shunga qarab turib ish qilamiz. Obunachilar, kuzatuvchilar mashinani olib kelgan. Qisqasi, endi bu Tracker 2 10X'larda bo'layotgan muammo shu. Antifriz rasxod. Xudo xolisa bartaraf qilamiz akalar.